Volt va Charli yovuz tulkilar qurshovida. Bir paytlar Volt ismli jasur bir bo'ri va Charli ismli aqlli bir yo'lbars yashar edi. Ular bir-birini juda yaxshi ko'rishardi va har doim yangi sarguzashtlarga tayyor edilar. Bir kuni ular qishloqdan uzoqda joylashgan sirli o'rmonni kashf etishga qaror qildilar. O'rmonga kirgach, ular go'zal tabiatdan bahramand bo'lishdi. Qizg'in quyosh nuri o'rmon ichida raqsga tushayotgan yaproqlarga tushar, qushlar esa o'zining shirin qo'shiqlarini aytishardi. Ammo o'sha paytda ularga yovuz tulkilar qurshoviga tushib qolishlari haqida hech kim ogohlantirmagan edi. Bir necha soat o'tgach, Volt va Charli qiziq narsalarni kashf etishda davom etdilar. Lekin birdan orqa tarafda hiyla-nayrang bilan yuradigan tulkilar paydo bo'ldi. Ular juda yovuz edi va Volt bilan Charlidan xuddi ov qilish uchun kelgan kabi ko'rinardi. Tulkilar ularga yaqinlashganda, Volt va Charli qo'rqib ketishdi. Lekin Voltning jasorati ularni qo'lga oldi. "Charli", dedi u, "biz ularni mag'lub etishimiz kerak. Biz birgalikda harakat qilsak, yutamiz." Charli esa aqlli reja tuzdi. "Biz ulardan qochmaymiz. Biz ularni chalg'itib, o'tmishda yashirin joyga boshqaramiz." Volt bu fikrni ma'qul ko'rdi. Ular tezda reja tuzdilar. Volt tulkilarni o'ziga jalb qilish uchun baland ovozda gapira boshladi. Charli esa suzuvchi harakatlar bilan ularning diqqatini chalg'itdi. Tulkilar aldanib qoldi va Voltning orqasidan quvlay boshladilar. Charli esa bu imkoniyatdan foydalanib, ularni enaga joyga, sirli g'or ichiga olib bordi. G'or ichida esa kutilmagan narsalar bor edi. O'tkir toshlar va sirli teshiklardan iborat muammolar. Volt va Charli g'or ichida tulkilarni yo'qotishga muvaffaq bo'lishdi. Tulkilarning hiylalari bu yerda ishlamaydi. Ular g'orning mushaklari vaqtinchalik vaqtini yo'qotdilar va chuqurroq kirgan sari qisqa muddatlarda yo'qoldi. Oxir-oqibatda Volt va Charli g'ordan chiqishdi va qaytadan tabiat go'zalligidan bahramand bo'lishdi. Ular yuragidagi jasoratni kuchaytirib oldi va har qanday xavfdan qo'rqmaslikka ahd qilishdi. Ularning sarguzashtlari nafaqat do'stlikni mustahkamladi, balki ularga jamoaviy ishlashning ahamiyatini ham o'rgatdi. Volt va Charli endi har qanday yovuzlikka qarshi kurashishga tayyor edilar. Shunday qilib, ular cheksiz sarguzashtlarga tayyor holda qaytishga qaror qiladilar, chunki dunyo katta edi va unda hali ko'p narsalar kashf etilishi kerak edi.